Assalomu alaykum o'rtoqlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Kuzatayotganingiz Dostonbek Akbarov YouTube kanali. Doston aka nima yo'qolib ketdingiz? Nimaga ko'rsatuvlar qilmay qo'ydingiz? Nimaga YouTube'ga e'tibor bermay qo'ydingiz deganlar uchun mana xudo xolasa YouTube'ga ajoyib yangi ko'rsatuvimiz tayyorladik. Yangi ko'rsatuvimiz nomi ham yangicha Mehmondamiz degan ko'rsatuv. Bu ko'rsatuvimizda san'atkorlarimiz uyga kelamiz, repetitsiya jarayonlari, qanaqa yangi qo'shiqlar bor, qanaqa holatlar bor, bu yil 2026-yil sezonga qanday tayyorgarlik bo'lyapti, hammasini xudo xolasa kuzatib tursanglar bo'ladi. Bugungi mehmonimiz mana shu ko'rsatuvimizning ilk mehmoni, ya'ni mehmonxonasiga kelamiz biz. Hurmatullo Ahmedov, juda ham iqtidorli, yosh, xushovoz xonanda. Qo'yga kelganmiz o'rtoqlar. Hozir xonadoniga kelganmiz. Ichkarida yumraqasi repetitsiya bo'lyapti. Telefon qilamiz Hurmatullo akaga. O'zining xabari yo'q. Biroz aka qayerda repetitsiyadan, biroz tomosha qilgani boryapman deb. Biz mana shu ko'rsatuvimizga homiylik qilayotgan Tasana savdo markazidan ham san'atkorimizga ajoyib sovg'alarimizni topshirib, esdalik bir-bir esda qolsin deb sovg'alar ham berib ketamiz. Kelaveramiz shekilli, yo'qmayapti. Bir minut. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Aka, eshingiz tagiga kelgandim deng. Repetitsiya qilyapsiz dedingiz. Tomosha qilganlar sal. Keldingmi? Chekkanmi? Ha, chekdaman. Bo'ldi, hozir chiqaman aka. Ha. O'rtoqlar, bu insonni qo'shiqlarini maza qilib eshitgansizlar. Sevganmisiz degan qo'shiqlar aytgan akamizni xonadoniga keldi, uchastkalariga kelgan hozir. Ana chiqyapti o'rtoqlar, ketdik. Ramazon kelib. Assalomu alaykum. Aziz, yaxshimi? Kechmisiz, charchamayapsizmi? Aka, kechmisiz, ishlar yaxshimi? Aka, bu qo'qqisda intervyu degan narsa. Nima qilmaydi? Ishqilib, sasa bemalol o'tiribdimi yana? Hech o'p ketib qolmasin. Endi borichada. Qani? Ket. O, hammaga bardaga chiqib yotibdi. Kimdir shu Repetitsiyachilik. qani? Ketdi. Kiravering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu qo'yib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Ozbek aka, asakali nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshi charchamayapsizmi? Tuzimsizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Bezi taqaldim uzr. Qalay, yaxshimi kayfiyatlar? Tinchmi? Olyapsizmi bir chekkadan? Yumraqasi mahalla to'y bo'lyapti. Hamma g'alati qarayapti. Butun dunyo eshityapsizlar. Asakagacha eshitib kelaverdim. Yaxshilaymi? Qalaysiz? Charchamayapsizmi? O'tiring. Yana qilyapmiz. Abror telefon qilyapti-ya, doira chetdamidi, Rossiya ketdi deydi. Yoshlar katta-ku. Boshlar ishimizni xayrli barakatli qilsin, ikki dunyo saodatini bersin, yuzimizni xalq oldida yorug' qilsin, sezon barakatli, fayzli kelaversin. Allohu akbar. Kayfiyatlarim. Aka, ko'rsatuv boshlab qo'yganman YouTube kanalimga Mehmondamiz degan ko'rsatuv. Muborak bo'lsin. Ilohim xayrli qilsin. Eng mazasi birinchi sonni siz bilan boshlayapman. Shunday qarasam Instagramda akam tinmaydi. Har kun repetitsiya. To'xta, bormasam bo'lmaydi deb turib, sharpa deb bugun haya qilib kelaverdi aka, xudo xolasa. Birinchisi bo'lsa qanaqa bo'lar ekan? Birinchisi bo'lsa zo'r bo'ladi. Bo'lib ham siz bilan bo'lsa zo'r bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa. Sizni muxlislaringiz juda ham xudo xolasa. Mana ular bizni kuzatib turibdi. Musofirdagilar bor, o'zimizda Andijon, butun vodiy, butun O'zbekistonda kuzatayotganlar bor. Mana o'rtoqlar, bugungi birinchi ko'rsatuvimizning ilk sonini ilk mehmoni Hurmatullo Ahmedov akamiz bo'ladi, xudo xolasa. Aka, bizni obunachilarimizga bu narsani qo'ying. Kuzatishga davom etarsizlar. Bo'ldi, g'alati. Hamma qatori. Endi biz faqat qo'shiq aytamiz, xolos gapga yo'qmiz. Unaqa savollar bermaysiz menga lekin. Yo'q, bu aka, bu ko'rsatuvimizni shiori ham shunaqa haligi. Nima bo'lasiz? Nimaga yo'qolib ketdingiz? Nima siz ijod qilmayapsiz? Nechinchi yilsiz? Agar san'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz degan savollar umuman bermayman. Rozimisiz? Bo'laverami? Bu hali jiddiy ko'rsatuv emas-da. Aka, nechinchi yil edingiz? Aka, hazil. Aka, Skripkani bosib qo'yasiz, skripkadan chiqyapti. Qalay bu sostav xalaq bermayapman ish qilib? Yaxshimi? Mazatchi dam olinglar. Vaqt o'tadi. Aka, 2025-yil sezon qanaqa keldi sizga? To'g'risini ayting faqat. Aka, bu uzilmaydi. Premo shunday qo'yiladi. Ko'rdingiz o'zi qanaqa bo'lgan? Bildim. Shuncha qanaqa keldi deyapman. Zo'r, har yilgidan ko'ra 2025 chiroyli bo'ldi.
Zo'r bo'ldim, yaxshi. Ichingizda bo'ldimmi? Ha, zo'r, xudo xolasa. zo'r 2026 bo'lsa undan ham hamisha. ko'proq narsa kutyapmiz, xudo Ilohim. xolasa. 2025-yilda xonadonlar, juda ko'p xonadonlarga kirdik. Yani kerak bo'lsa birga ham kirdik. 2025-yilda Hurmatullo Ahmedov mazza qilib riyoya qilib aytib yurgan yoki qo'shiqlarda odamlar ko'p so'ragan qo'shiq qaysi bo'ldi? 2025 dami endi? 2025da. Juda ham ko'p, lekin sanoqlilari. Ichidan bittasini mazza qilib eshitgan. Kecha ishlab oldik, rosa ko'pchilik yana so'rashdi. 2025 da ham rosa ko'p aytildi. Bir kunda 2 marta aytdik. Bo'lmaydigan bir marta so'rashdi, aytdik. O'zimiz xohlab ijro qilgan qo'shiqlar ham boshqa, lekin o'sha borgan joyimizda so'raydigan qo'shiqlar ham boshqa-ku. O'shalarning ichida ustoz Alijon Eshonqulovning qo'shig'i Shirin so'zlar barimda ko'p aytdik va juda ko'p video roliklar ham yasab tashlashdi qo'shiqqa. O'zimiz Instagramda ham yaxshi rasmotlar bo'ldi. O'rtoqlar, pastga ham Instagram kanalini yozib qo'yaman. Instagram profilini bemalol kirib, Hurmatullo Ahmedov kuzatsanglar bo'laveradi. Men ana shu qo'shiqni bir eshitmoqchiman. Nima deysiz? Xalaq bermayman, rostdan shuni. Bo'ldi. Bitta aytib bersangiz, men ko'proq ana qo'shiqni ko'proq ana eshitdim, Instagramingizda ko'p ko'rdim. Bir yigit bor edi deng. Ana shuni eshitdim. Lekin bu qo'shig'ingizni eshitdim, haligi Mazaretiga Quvonch sentrdan burilganda shunda aytdingiz. Qani bitta eshitaylik buni. O'rtoqlar, 2025-yilda Hurmatullo Ahmedov maza qilib ijro qilib, ko'plab muxlislar so'ragan qo'shiqni bitta maza qilib. Chetda aytaveraymi, turib olib aytaymi? Xohlasangiz turib olaman bu yerga. Faqat buni olib qo'yib turamiz. Sizni joyingizga o'tirib Bo'ldi. aytaman bo'lsa. Şanssız dilberim ranjima mendan. Şanssız dilberim ranjima mendan. Yar yardan ayrılmaz bulbul çemendan. Saçımı akıda hiç büksümesem. Saçımı akıda hiç büksümesem. Yüreğim qarimas, yüreğim o'zing. Mana bu dunyoda keragim o'zing. Yüreğim qarimas, yüreğim o'zing. Mana bu dunyoda keragim o'zing. Men shuhrat nom uchun aslo gul olmam. Men shuhrat nom uchun aslo gul olmam. Sensiz bilsang agar menga bu olam, go'zallar zebolar ko'p bo'lsa ham, go'zallar zebolar ko'p bo'lsa ham, eng yaqin sirdoshim ko'magim o'zing. Mana bu dunyoda sevganim o'zing. Eng yaqin sirdoshim ko'magim o'zing. Mana bu dunyoda sevganim o'zing. Sevdik ranadan, sen bo'lding qismatim hukmi asaldan. Ikkimizni qo'shgan qolmas lazatim, baxtimni topdim sendek go'zaldan.
yaqin sirdoshim ko'magim olsang mana bu dunyoda sevganim olsang ko'nglimda ishtirarmu sendek ra'nodan sen bo'lding qismatim hukmi asada ikkimizni qo'shgan qolmas nazardan ikkimizni qo'shgan qolmas nazardan mana bu dunyoda sevganim o'zing eng yaqin sirdoshim ko'magim o'zing mana bu dunyoda sevganim o'zing eng yaqin sirdoshim ko'magim o'zing mana bu dunyoda sevganim o'zing Buni sal o'tgan yil boshqacharoq ijro qilgandik. Yangilar qo'shyapsizlar. Ozgina o'zgartirdik. Buni yangilanishi sostavdanmi yangilanishi yo o'zingiz ijodingizdanmi, ilhomingizdanmi? Endi jamoa ham o'zlari ham fikr qo'shib, mana shu oradagi so'lalarni boshqacharoq qilaylik deb ozgina. Boshqatdan ustoz ham aranjirovka qilgan. O'sha ijro bo'yicha qildik. Bir. Sostav ham yangilanib ketibdi, yangi akalarimiz. Xudo xolasa. Bir chekkadan akalarimiz ham Murodil akam skripkada, kamonda, ustoz birga. Endi sahobadan bor edi, qolgan usulchilar qoldi. Azbek Asakadan. nihoyat. Jamoamizda shu uchovimiz Quvadan. Endi sahobadan Farg'onaga ketib ekan. 2 kishi qoldik Quvadan. Murodil akam bilan o'zim. Apparatimiz Farg'onadan. Yo'q kishimlar Hasanboy, Sanjar, Dilshod. Tashlaqdan bular. Dilshod akam rosa usullariga o'ynaganmiz deydi. Bu ko'pchilik o'ynatadi. Nog'orasiga. Nog'orasiga. Xursandman aka. Bu o'zi qarang, savol. Repetitsiya san'atkor uchun, sozandalar uchun nima uchun kerak? Endi oladigan xizmatimiz mana asosiy to'y xizmatlariga boramiz. O'sha yerdagi talabga javob berish kerak. Qo'shiq so'rashadi, o'sha qo'shiqlarda misol sezonda so'ragan qo'shiqni biz o'sha kuni ham aytishga harakat qilib aytib beramiz agar bilsak. Lekin ishlab olib to'shga belgilagacha chiroyli qilib, qancha chiroyli kuylab bersangiz, o'shanga yarasha yana talab oshadi. Asosiy to'y. Asosiy. Xudo xolasa bir rejada konsert berish niyatimiz bor. Qani? Xudo xolasa. Aka qarang, bu yilgi uylanadigan yoshlarga mana bu hozir tayyorgarliksiz bo'lyapti, Hozir ko'rdinglar, mana holati ham. Bu yilgi uylanadigan yoshlarga xizmatga aytadigan bo'lsa, qarang, mazaridisi bo'ladimi, uylan to'yisi bo'ladimi, hammani yuragini bitta jiz etkazadigan qo'shiq bor. Bu to'ylar muborak. Bu yil uylanadigan bolalarni qanday to'ylar muborak sadosi ostida kutib olasiz? Bitta buni ham. Repetitsiyasi bo'lgan yo'q. Hech narsa bo'lgan yo'q. To'ylar bor edi, To'ylar hali bor. ishlamadik olmayu. Mayli, o'tganlisi bo'lsa ham. Haqiqiysi mana shunaqa bo'ladi mana. Aka, kelin-kuyov keldi.
o'rtoqlar, agar sizlar ham uylanmoqchi bo'lsanglar, hurmatli aka, mana shunaqa bundan ham zo'r qilib to'ylanib boradi, aytib berib xonadonlar yurkiratsa, biz xursand bo'lamiz. Pastda administratorlar nomerini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka, shunday qilaman. Hali, uka, mana to'ylanib borar joyda mana qanaqa narsa bo'lib qopti. Ana qo'shiqni mana olmayman. Bor endi. Bor. Chunki san'atkor mashinasi bilan hamma yo'q. Tekis ketaveradigan bo'lsa hamma notaga urib, undan ko'ra tayyor filosofiyalar qo'yib qo'yganmiz. Shu bekarga jonli ijro emasda bu aka. Ustozlar aytadi, jonli ijroda hamma yo'q bo'ladi. Urush ham bo'ladi, xrip ham bo'ladi deydi. Grip ham bo'ladi aka. Xo'p, endi hurmatli aka, 2025-yilda gaplashdik, to'ylar boradi gaplashdik. 2026-yilga nima planlar, qanaqa yangiliklar, qanaqa yangi qo'shiqlar bor endi? 2026 ga rosa ko'p yangiliklar xudo xolasa. O'tgan yili juda ko'p so'ralgan qo'shiqlar bor. Ular o'zimiz ham yangiliklar qo'shdik. O'zimiz ijodimizda ham yangiliklar bor. Juda ko'p so'ralgan qo'shiqlarni mavzusidan kelib chiqib yangiliklar qildik. Va shular bos ishlayapmiz endi sekin. Bittasidan eshitamizmi? Yangilik qo'shiqlar? Yo'q, qimmatdami? Bo'ldi aka, bir kun to'yga. Voy, hisob. Qanaqasidan? Endi biz ko'proq o'zim ijodimda ham agar bilsangiz mavzular faqat shu ayriliq, kuydim. Meni juda ko'pchilik aytadi, hayotingizda bo'lganmi? Yo'q, hayotimda Hayot shuni majbur qilgan, bo'ldi. endi qanaqa qo'shiq qilsam shunaqa sevgi, ayriliq, ketib qoldi, laylilar uchib ketdi degan mavzuda bo'ladi. Shunaqa mavzularda yana Yangi qo'shiq eshitamiz, a? yangi qo'shiq endi ustozlarning qo'shig'idan. Rostmi, kim qo'shig'i bu? Buni to'g'risi avtorini kimligini bilolmadim. Men uzr so'rab qo'yaman. Bilsam oldin o'tib qo'yamiz. Sostav bilan jamoam ishladik. Xudo xolasa, o'tgan yili juda ko'p so'ralgan qo'shiq ijro qilmadik to'ylarda. Endi sostav bilan ishlayapmiz. Chiroyli qilib olib chiqib ishlaymiz. Dostonbek Akbarov YouTube kanalida birinchi bo'lib mana shu Qo'shiqni yo'lini buzmagan holda ijro qildik. Xudo xolasa, bo'ldi. kuzatib tursalaring. Albatta. Mashina olaman. Kambag'alda yurak yo'qmi sevadigan. Sevgidan kuygan chiya bo'lganlar. Kuyganlar qalban birgamiz. Ketdik. Men so'zlaridan foydalanaman, chunki hali yod bo'lmadi. Ha, bo'ldi. Imkoniyat tegach aytib beramiz. Boshladik bo'lmasa. Meni yomon ko'rishadi hammalari, tog'alari, xolalari, ammalari deyisharkan kambag'aldan yurginlari, kambag'alda yurak yo'qmi sevadigan deyisharkan kambag'aldan yurginlari, kambag'alda yurak yo'qmi sevadigan. Bu dunyoda puling bo'lsa o'lim yo'qday, yulduzlarga yetadigan qo'lim yo'qday. Bu dunyoda puling bo'lsa o'lim yo'qday, yulduzlarga yetadigan qo'lim yo'qday. U bo'lsa bas ko'nglim to'qday, qornim to'qday, kambag'alda yurak yo'qmi sevadigan. U bo'lsa bas ko'nglim to'qday, qornim to'qday, kambag'alda yurak yo'qmi sevadigan.
sevadigan boylik qavoch bo'lmoqlikdan qilamani dunyolarga bog'liq bo'lsa yigit shani Hakkı osmon boyli qizi ayting qani kambag'alda yurak yo'qmi sevadigan to'y kunim taklifnoma tashlab ketdim hayır dedi yuragimni tashlab ketdim to'y kuni taklifnoma tashlab ketdim hayır dedi yuragimni tashlab ketdim shoshmang desam dugonasi boshlab ketdi kambag'alda yurak yo'qmi sevadigan shoshmang desam dugonasi boshlab ketdi kambag'alda yurak yo'qmi sevadigan meni yomon ko'rishadi hammalari tog'alari xolalari hammalari deyisharkan o'sha boladan yurgin nari hofizlarda yurak yo'qmi sevadigan kambag'alda yurak yo'qmi sevadigan oshiqlarda yurak yo'qmi sevadigan O'zingizga qanchacha bo'ladi? Hurmatilla Ahmed Bo'rtola, o'tiring aka. Kamchiliklar bor, yana hali ishlab bitirmadik, bugun ko'rdik. Maza qildim. To'yda qistiradi-yu, nima o'yda qistirib turdim. Shunday qilib. Hop, endi aka qarang. To'yda juda ham ko'p kulgili voqealar bo'ladi-da. Qanaqasi esda qolgan? To'yda kulgili sostav bilan yoki o'zingizdami? Qanaqa kulgili holatlar bo'lgan? Ko'p bo'lgan, endi qaysi birini aytasiz? Ko'plardan bitta Har zo'r kuni bo'ladi kulgili. Ha, albatta. Damashq tapishga to'yga borib, yaxshi ham mashina orqasida patinka bor edi. Hozir ham kastim shim borda. Shuni ichga ketib borib, men ham shashilishda. Qanaqa holatlar bo'lgan? Juda ham ko'p bo'ladi. Kulgili holatlar. Hali eslagan sari, kulgan sari, haligini eslab qayta kulaverasiz shunaqa holatlardan hamma. Endi ham kulgilik, ham achinarlik, na bunga yig'lashni bilasiz, na kulishni bilasiz. Bitta holat bor, men aytib beraman. Yangiqo'rg'on degan joyga to'yga bordik. U yerda shu ukalarimiz muxlis bo'lib qolishdi bizga. 3-4 ta to'yga olib borishdi. Sinfdoshlarining to'ylariga, yaqinlar to'ylariga. To'ylar juda ham fayzli. Bo'ladi-ku, misol hali orzu havas bilan qilingan to'y boshqa, shunchaki bitta hofiz kerak, bitta hofiz qo'yib qo'yish, unaqa to'ylar boshqa. Ha, boramiz, rosa endi atrofingizda hamma qarshi sizga e'tibor qilsa, o'shanga yarasha mehnat qilasiz. Bag'da ilhom kelaveradi. Odamlar o'ylaydiki, pul qistirsa ilhom yo'q, pul emassa. E'tibor. Rosa bo'ldi. Patriot bir 5 ta 6 ta xizmatlariga bordida, 1 yil o'tgandan keyin yana to'yga aytishadi. 2 oy to'yga aytish, 2 oy oldin to'yga aytishadi. To'yga aytishdiki, aka, shu palonchi o'rtag'imiz to'y qilyapti, o'zi Rossiyada. Mana u qo'shiqni o'rganib keling ona haqida, onasi o'yinga tushganda shuni aytib berishingiz kerak dedi. U qo'shiqni eshitsam meni analizimga tushmaydi. Juda ham baland ovozda men aytsam ham juda ham qiyin, ulas ijro qilish живой aytib bo'lmaydi, живой o'ynatib bo'lmaydi qo'shiqqa. Fonogramma qilish kerak. Fonogramma qilish uchun studiyaga bordim. Endi ularga yo'q aytmasam ham bo'lmas. Ishi yo'q edi, mayli bo'lmasam bo'laveradi. Bari ko'ngil-ku. Ko'ngilni olish kerak qanaqa qilib biz studiyaga borib qo'shiqni yozdik. Bu qo'shiq
Jasur Mavlonov qo'shig'imikin? Onajon o'ynang bugun to'yimda degan qo'shig'i bor. Qovonchingizni ko'rish o'yimda. Voyda. Rosa baland, tanalizni bir ton tushirsam ham ovozim qiynaldida. Menga tushmaydi u qo'shiq. Ovozim boshqa-ku. Ovozni yozdik. Fonogramma aytgani qo'rqaman o'zi. Ilyosbek bosh roldalar, aytayapti ovoldik, avkisi uladi. Temp yurgizib qo'yasiz desam, aytayapti anaqa joyi bor. Temp yurgizsa, tanaliz ham o'zgarib ketadi. Temp yaxshigina yurgizgan tanaliz bir 4 parda baland o'tib ketganda. O'zi qo'shiqqa chirranib, meni o'zi o'sha fonogrammani qo'ysam ham o'zi bu hofiz ovozbas deyshadi. O'tdagi bolalar meni qo'shiqlarim yaxshi yodlashib olgan. Borsam o'zim qo'shiqlarim, Bag'ri tosh qiz deyishdilik, Armon deyishdilik, tirab turishadi. Keyin onalar endi rosa finalni qismi-ku, xudolar chaqirdi, gul berishdi. Onalarga ehtirom bo'ldi. Marhamat onajon, kuyov bola ag'dan kelin bilan tushib kelyapti. Qo'shiq ketdi, qo'shiq g'alati ketdi, chiqir-chiqir ketyapti. Bitta ovoz ketdi. Onajon, onam bugun to'yimda. Butun to'yxona shunday turib qaradi-da. Rosa fayzda olganmiz endi. Rosa chiroyli, patni qistirishga endi. Nima qilasiz? Bermoch turib. Yo'q. Turibdi aytib. Jon jahdim bilan baqiryapti. Bolalarga qarasam hamma pastga qarab hiqillab kulyapti. Ilyos yana nima qilib qo'yapti? Haliga joyga bitta bor to'g'rilab qo'yapti. Onajon o'ynab bugun to'y yana qaradi yana. Bunaqa holatlar rosa ko'p bo'ladi. Na bunga yig'lashingizni bilasiz, na kulishingizni. Hozirgacha Ilyosbekga rahmat aytaman. O'sha bolalar to'yga qaytib borganmiz o'shandan beri. 2 yil 3 yil bo'lyapti. Zo'r bolalar edi. Voy. Ilyos akam o'zi taniyman-da, apparat qo'yishni haqiqatdan yondirib yuboradi. O'zi kaptarvoz bo'lganda oldimi? Haqiqatdan yondirib yuboradi. Men ham bir kun asaga to'yga aytibman, apparatdan chiqib ketib, to'yxonani zo'rg'a o'chirib oldik deydi. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Maza qildim suhbat qilib ham. Endi qarang. Sizga sovg'a olib kelganman. Bahrubayt o'yinini bilasiz. Bahrubayt o'yini A'dan boshlanadi, oxirgi harfiga qo'shiq aytib ketish kerak. Shuni bitta o'ynaymiz. Mayli. Siz ham aytasizmi shunda? Ha. Bahrubayt o'ynaymiz. Tirs. Yutganga sovg'a bor. Bo'ldi. Yo, yutgizib qo'ysam beraman, chunki bu bosh homiyimiz Tasavvur savdo markazidan ajoyib sovg'a olib kelganman men sizga aka. Bo'ldi. Ketdik, A'dan boshlang. 5 minut o'ynaymiz. A harfiga boshlaysiz. 5 minut o'ynaymiz. Soatga qarab qo'yinglar. 5 minutdan keyin to'xtaymiz. Asl yoringa bo'lsa Ha. xo'p toza bo'lsa ajab yora. Anjonliklari chaqaloqni ham sizlashadan janchasiga, nonday shirin yumshoqlik bilan so'zlashadan janchasiga. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar, shahrixonlik taqir pichoqlar yurishadan jonchasiga. Ekan yana. Ahli yor bo'lsaydi tarki ixtiyor etmasmidim. Maydalab kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab. Unutishni unutilgan uchrashuvni esladim. Esingdami ko'zimga qarab B. Boshimga ishq dardini solganlaring yaxshi edi. Dilda hijron gardini olganlaring yaxshi edi. Yoding qoldi yonimda, ketding-ku shu ahvolimda. Bir umrga yonimda qolganlaring yaxshi edi. Ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, qalb ko'zi ko'r bo'lmasin. Nargiz chehram oromjon, ko'zlaringni yashirma. Senga bo'lsin jonim qurbon, ko'zlaringni yashirma. Ana endi yig'la,
sog'insang gar kelmas, qaytib kelmas. Soyam kabi yaqinsan, yetolmayman hech. Haydasang ham yoningdan, ketolmayman hech. Chi. 1 2 Tushunmadim. 3 Nechiga sanaysan ayting? Keyin aytaman. 4 5 gacha. 4,5 4,5 5mi? 5. Chayonning bolasi. Chayon bo'ladi. Bo'ldi, yetkazdim. Bo'ldi. To'g'risi menga yordam berishdi. Chinnuriyda aytmoqchi edim, keyin chayonni bolasi Ko'p chayga ko'p edi. Chiroyli qiz, chiroyli. Chiroyli. Chinni gullar, chamandagi. Men ham sizni sizga bekarga to'xtatib bermadim. Sevganmisiz deyishingizni rosa kutdim. Aka, bu sizga Tasona savdo markazimizdan endi bab ochasiz to'g'rimi? Tasona savdo markazidan aka sizga sovg'a. Tasona savdo markazi Asakada, Rahmat. Sharxonda, Marhamatda bor. Bu Tasona logo tushilgan bu vaqt. Demak, hozir yana 5 minut dam olsam keyin to'yga ketaman deyish uchun aka bu soat. Rahmat. Vaqt qadriga yeting deb keldim. Aka, sog' bo'ling. Bizga vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Vaqtim yo'q deganingizda ham bab kelardim men. Aka, batareyalar ham bor. Просто buni olsiz bo'ldi. Aka, batareya. Akam qiynalib qolmasin dedim. Aka, bu sizga Rahmat. Juda ham chiroyli. ofisga, mashinaga, ilka. Kakras kerak edi bitta soat. Aka, bilasiz. Ichiga qo'yib qo'yamiz. Qo'yib qo'yasizlar. Ana endi aka ko'rsatuvimiz so'ngida bitta yaxshi ko'rgan. Ha, bu Hurmatullo akamni taniydigan inson borki, mana shu qo'shiqni bitta eshitsam u boshqachada qo'shiq deydi. Sevganmisiz deyishganda bilib olganman degan. Sevganmisiz? O'sha joyini aytib Ana beramiz. shu joyini, ha, bo'ldi. Chunki bu qo'shiqni bu yil boshqatdan ishlaymiz, boshqa yangicha. soundlar qilamiz. Hozir gitaristimiz ham yo'q. Gitaristimiz ozgina ish bilan Toshkentga ketgan. Bo'ldi. Anonsni ham aytib berasiz bo'lmasam qarang. Sevganmizda asosiy joyini aytib turib, ayrildim-uni ham bitta. Xo'p. Amallab aytib beramiz. Ha. Usullar bor, garmoniya bor. Chunki so'lalari hali ishlaganimiz yo'q. Aziz Beyda degan xabarlari yo'q hali. Boshqa sound qilib ishlaganmiz. Ketdi. Hurmatli Ahmedovdan sevganmisiz? Sevgansiz deyishganda o'lgan degan qo'yar kuni baxtli kuni ko'rgan degan bir burchakda zor yig'lab turgan degan degan sofga tashlab ketgan zor yo'rsilay yoringni yashatguncha yoring o'lsin ayrildim tushlarimda ko'rdim seni Beşkakirin minkakirga o'rdim seni Haykimlarga yerda berib qo'ydim seni Ming azobga tashlab ketgan zoring o'lsin yoringni yashatguncha yoring o'lsin Hali har kelib mikrofon taqyapman-ku, ana shuni qistiryapti deb o'yladim. Rahmat Hurmatullo aka, bizga ajoyib vaqt ajratganingiz uchun, yo'q demaganingiz uchun, xonadoningizga qo'qqisdan bostirib kirib o'rganimiz uchun ming bor uzr so'raymiz va kattakon rahmat aytamiz. Hop, keyingi san'atkorlar tayyor bo'lib turasizlarda ham xonadoningizlarga shuni bostirib borib yorishimiz mumkin. Ana endi aka 2026-yilda sizga, oilangizga va shu ijodiy
Mana shu ijodiy jamoangizga omadlar tilaymiz. Aka, 2026-yilda shunaqa sezonni o'rib yuboringlar. Kecha bitta uxlab turib, ana bolaga ko'proq pul berib yubormadimmikin? Ana bu degan narsa bo'lmasin. Faqat shunaqangi darajada ko'p pul topinglar. Hammasi xayr ehsonni, Allohni tomonidan sizlarga kelaversin. Eng yaxshi tilaklar hammasi sizga. Oling, oling. Endi meni muxlislarimga biz YouTube kanalda, Musofirda, Vodiyda, Vohada hamma joydan kuzatib turgan muxlislarimizga Hurmatullo Ahmedovning tilaklari. Salomat bo'linglar, sizlarga ham rahmat. Bizni kuzatib turgan barchaga ishlariga rivoj tilaymiz. Xonadonlaringda faqat to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Yiliga 2 marta, 3 martadan to'y qilinglar. Borib, san'atkorlar xizmatda bo'laylik. Bizning niyatimiz faqat xalqimizga to'y bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yuzimiz hamisha yorug' qilsin. Barcha musofirda yurgan do'stlar, ularda ham ishiga rivoj bersin, Xudoyim. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishganimizda ko'rishguncha o'rtalar. Salomat bo'lasizlar. Aşkın yüzüne gölge uçan, aşkın yüzüne gölge uçan, sandırladım uyan gidiyor, sandırladım uyan gidiyor. Toylar mı var ya? Ey yavrucağım diye. Toylar mı var ya? Ey yavrucağım diye. Ko'rsatuvimizni ko'rib turganingiz uchun ey rahmatlar bo'lsin. Ey